3 xonali hamyonbop uyimizda, yana ham shahar olov lokatsiyalaridan birida. Shunda Toshkent City ko'rinib turibdi. O'rtalar orqamda detskiy plashatka. Охраняемый territoriya ko'ryapsizlar. Mashina qo'yishga umuman problema yo'q. Mana shu domimizni birinchi qavatidan idealniy narxda uyimizda ko'ramiz. Adres tomonidan kirishimizdan mana shunaqa chiroyli, kattagina va kenggina prixoshka. Prixoshkadan o'tishinglardan bu birinchi xonasi и plus kuxnyaga o'tamiz. Kuxnyaga o'tishda ham razdvижный eshiklargacha qo'yib qo'yganmiz, ovqat qilganda hidi ichkariga urmaslik uchun. Ko'rishinglar mumkin, bu yoqda ham oynamiz bor. Mashina qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Hurmatli kuzatuvchilar, yaxshi tomonlarini ko'rsatib qaranglar. Podyezddan kirishinglarda mana shunaqa skvoznoy, bu yoqlarni ochib qo'ysanglar, konditsionersiz ham mazza qilib shamolginada o'tirasizlar. Bu yoq tomonimizda yana bitta xonasi, ya'ni zal qilib qo'ysanglar, idealniy bo'ladi. Stol-stullarni qo'yib, mehmonlarni kutib olganinglarda ham mazza qilasizlar. Bu yoq tomonda esa vannasi dushoy variant qilingan, ko'rishinglar mumkin. Idealniy tarzda turibdi va bu yerda hojat xonasi va mana shunaqa spalniya xonamizga kirib kelamiz. O'rtoqlar, qaranglar, spalniya xonamiz ham kattagina, qanaqa jimli mazza qilib dam olasiz. O'rtoqlar 3 xonali birinchi qavatda, jami 16 qavatli chaqar novostroykasi. Joy haqida to'xtalib o'tish niyatim yo'q, chunki bu joyni bilganlar biladi, shaharning eng zo'r lokatsiyalaridan birida. Bu uyimizda 75 kvadrat, oddiy 9 qavatli uylardan uy olganingizda ham 3 xonalisi 72 kvadrat bo'ladi. Ahamiyat beringlar, bu uyimizda 75 kvadrat. Agar naqd pulingiz bo'lmasa, ipotekaga ham gaplashib yuboramiz. Narxini $129,500 so'raymiz. Ozroqgina kelishtirib, baraka qilinadigan joy bu. Любой время telefon qilib keling, oldingizga dokumentni qo'yib, uyni ko'rsatib, baraka qilib, notarius o'zida qo'lingizga kalit beramiz. Uy-joy siti bilan hamisha oson va qulay.